Nigohing bilan odamni bo'ysindirishing yoki sindirishing mumkin. Suhbat paytida kimningdir lablariga qarasang, ular senga qiziqyapsan deb o'ylaydi. Ammo peshonasiga qarasang, o'zini bosim ostida va ishonchsiz his qiladi. Mana senga vaziyatni boshqarishga yordam beradigan 4 ta psixologik fakt va fokus. Oxirgisi eng kuchlisi. Birinchisi, agar kimdandir yolg'onga ishontirmoqchi bo'lsang, ichiga o'zing haqingda noqulay mayda detal qo'sh. Bu gapni ishonchli qiladi. Ikkinchisi, xato qilganingda yoki ish cho'zilganda kechirasiz demagin. Sabr qilganingiz uchun rahmat de. Diqqat xatodan ularning sabriga ko'chadi. Uchinchisi, ikki variant o'rtasida qolsang, tanga tashla. Asl sir shunda, tanga havoda bo'lgan payt iching qaysi natijani xohlayotganini bilib olasan. Intuitsiyangga ishon. To'rtinchisi, agar biror ishni ortiqcha savollarsiz qilmoqchi bo'lsang, xonaga egasidek kir yoki chiq. Ikkilanma, atrofga qaramay yur. Ko'pincha hech kim savol bermaydi. Shu kabi real psixologik usullar va vaziyatni boshqarish sirlarini Telegramdagi Psixo Sirlar kanalida topasan. Agar ustunlikni xohlasang, link bioda.